Bismillahirrahmanirrahim. Abul Hasan an-Nadavining Qisasun Nabiyina lil Atfal degan kitobining davomini o'qiymiz. Biz Nuh alayhisalomning qissasidan 20-chi mavzuga keldik. 20-chi Ibnu Nuhin, Nuhning o'g'li. Va kana li Nuhin ibnun kana ma'al kafirin. Nuh alayhisalomning bir o'g'li bo'lib, bu o'g'li kofirlar bilan birga edi. Va ra'a Nuhun ibnahu fit tufani faqala ya bunayya rkab ma'ana va la takun ma'al kafirin. Nuh alayhisalom o'g'lini to'panda ko'rib, mundaq dedi: "Ey balam, biz bilan birga kemiga chiqib olgin. Kofirlar bilan birga bo'lmagin." Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Men taqqa chiqib olaman. Tog' meni suvdan saqlab qoladi, qo'g'daydi. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nuh dediki, bugun Allohning amridan, Alloh rahim qilgan kishidan boshqa qutulg'uchi yo'qdir. Bu oyatdagi asim degan so'z asli qutuldirg'uchi degan gap. Lekin bu yerda ma'sum ma'nosida keladi. Ya'ni fa'ilni so'zlab turib maf'ulni irod qilish. Ya'ni qutulg'uchi, ma'sum degan irod qilmoqchi. Ma'sum qutulg'uchi yo'qdir. Wa hala baynahumul mawju fakana minal mughraqin. U ikkisining o'ttirini do'lqin ayiribdi va Nuhning o'g'li g'arq bo'lib ketganlarning qatoridan bo'ldi. Nuh alayhissalom o'g'liga aytib qayg'urdi. Qandaqmi qayg'urmasin va u uning o'g'li tursa. Va arada an yanjuwa ibnuhu minan nari yawmal qiyamati izlam yanju minal ma'i amsi. Tunugun o'g'li suvdan qutulamagan taqdirda qiyomat kuni do'zaxdan o'g'lining qutulishini iroda qildi. Inna nara ashaddu minal ma'i. Chunki do'zaxning azobi suvning azobidan qattiq. Oxiratning azobi dunyoning azobidan ashaqqu, ig'ir, qattiq. Alloh taolo uningga Nuh alayhissalomning ahlini qutqizganligi bilan va'da bermaganmi? Bala, yo'q, va'da bergan. Inna va'dallohi haq. Allohning va'dasi haqdir. Shuning bilan Nuh alayhissalom o'g'li uchun Allohning huzurida shafaat tilib olishni iroda qildi. 21. Laysa min ahlik. O'g'ling sening ahlingdan emas. Nuh alayhissalom Allohning huzurida o'g'li uchun shafaat tilib olishni iroda qilib, mundaq nido qildi. Wa nada Nuhun robbahu faqala inna bani min ahli va inna wa'daka al-haqqu va anta ahkamul hakimin. Nuh alayhissalom Parvardigoriga nido qilib mundaq dedi: "Mening o'g'lim mening ahlimdan. Sening va'dang haqdir. Ya'ni sening ahlingni qutqizamiz degan va'dang haqdir. Va anta ahkamul hakimin. Sen hukm qilguvchilarning eng adil, eng to'g'ri, eng puxta, eng yaxshi, eng puxta hukm qilguvchisan. Ya'ni o'zing eng alim, ishlarni eng to'g'ri, eng adil, yaxshi bir taraf qilguvchi demoqchi." Lekin Alloh taolo nasablarga qaramaydi, balki amallarga qaraydi. Alloh taolo mushriklar haqidagi shafaatni qabul qilmaydi. Mushrik garchi payg'ambarning o'g'li bo'lgan taqdirda ham payg'ambarning ahlidan emas. Shuning uchun Alloh taolo Nuh alayhissalomni bu haqda ogohlantirib mundaq dedi: "Ey Nuh, u sening ahlingdan emas. Innahu amalun g'ayru solih. Bu yaxshi, solih ish emas. Shuning uchun sen bilmaydigan narsalaring haqida mendan so'ramagin. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Men sening jahillardan bo'lib qolishingdan seni ogohlantirman." Va tanabbaha Nuhun va taba ilallohi va qala. Nuh alayhissalom tushundi va Alloh taologa tavba qildi va mundaq dedi: "Ey Rabbim, men senga sig'inib, men bilmaydigan narsalarim haqida sendan so'rashdan panohlik tilayman. Agar sen meni mag'firat qilmasang, menga rahim qilmasang, men ziyon tatqushlardan bo'lib qolaman." Eng oxirgi mavzu ba'dat tufani. Tufandan keyin. Walamma kana ma aradahu Allahu wa ghariqal kuffaru amsakatis samaa wa gharal ma. Alloh taolo irod qilgan ish, ya'ni to'fon balasi yuz berib, kofirlar suv g'arq bo'lib ketgandan keyin amsakatis samaa degan yomg'ir yog'ishdan to'xtadi degan gap. Va gharal ma'u suv yerga singib ketdi. Wastawatis safinatu ala jabalil judi. Vaqila bu'dan lil qavmiz zolimin. Kema Judi tig'i ustida to'xtadi. Va zolimlar Allohning rahmatidan jiroq bo'lsin deyildi.
وقيل يا نوح اهبط بسلام. deyildi ki ey Nuh salam, yani xotirjam tushgin, kemadan tushgin deyildi. Nuh alayhissalom kemadan tushdi va kemadagilarmi kemadan tushdi. Ular ziminda quruqliqda xotirjam mangdi. Nuh alayhissalomning qavmida bo'lgan kofirlar halok bo'ldi. Ularga osmon va zimin yig'ilmadi. Alloh taolo Nuh alayhissalomning farzandlariga barakat ato qildi. Ular ziminda tarqaldi. Va mala'atil arda va ziminga to'ldi. Bularning ichida har turli ummatlar, millatlar botdi. Ularning ichida payg'ambarlar va podshohlar botdi. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Nuhqa alamlarda salam bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Shuning bilan Nuh alayhissalomning qissasi tugadi. Endi o'qiydiganimiz inshaalloh Ad qavmining hikoyasi bo'ldi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.